Leksiyalarımızı devamlaştırımız hürmetli vatandaş. Bugünkü saat 2019 yılı 12. ayının 25. gün haftiga çarşamba. Mavzu olmandak. Hong Kong tinchlik geçişide saqçılığı bilen namayişçiler o'ttirishida to'qinish yuz berib. Bu kecha tinchlik keçişi bo'lmay qoldi. Mavzular xabar 12. ayının 24. günü Amerika ovozini Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Hong Kong saqchilar tinchlik keçişida 12. ayının 24. günü minglab namoyishchilarga yosh oqquzosh bombasi otdi. Hong Kong'un tinchlik keçişi tinch bo'lmadi. Bunun buran namoyishchilar ko'plagan savdo saroylariga to'planib, soqchilar bilan namoyishchilar o'ttirishib, to'qinish bor. Reuters xabar qilib bunday ko'rsatdi. Bir necha savdo saroyida namoyishchilar soqchilarga har xil narsalarni otdi. Soqchi taraf bo'lsa soqchi kaltigi bilan urib namoyishchilarni qo'g'lamoqchi bo'ldi. Bunun ichida bir nafar soqchi miltiqni namoyishchilarga tanladi-yu, lekin o'q atmadi. Soqchilar bir vaqtgacha yosh oqquzosh bombasi etib, Julong, Changshaozu, Merdun rayonlarida namoyishchilarni tarqatgandek bo'ldi. Bu namoyishchilar yo'l egizligi savdo markazlari va Bandar mehmonxonasini qorishib oldi. Yo'lni to'sib oldi, kechiringlar. Taxminan 100 nafar namoyishchi Meylixua savdo saroyida bir kafexona va choyxonaning aynaklik pokaylini urib chiqib o'tdi va tomlarga xilma-xil rangda siyoh chashdi. Hong Kong ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyue Facebook film orqali nutq so'zlab Hong Kong shahar aholisiga tinchlik kechasida xotirjam qildi ve tinchlik ichida Rojdestvo bayramini o'tkazishga tilakdoshlik bildirdi. Hong Kong, yani Shanghai namoyishchilari 7. oyga kirib keldi. Lin Jingyue namoyishchilarning talablarini davomli rad qilib o'tirdi. Hem de soqchilarning zo'ravonligini tekshirishni va umumiy saylovni rad qilib o'tirdi. Hong Kong Shanghai namoyishchilari haftanın 2. günü, 12. ayının 24. günü Rojdestvo bayramının harpa günü nurgulg'an savdo saroylariga yig'ilib to'planib yana bir ataklı sayohat rayonida tinchlik ichida namoyish o'tkazdi. Hong Kong soqchilari ogohlantirish berib, mundoq dedi. Agar jiddiy ahvol yuz beradigan bo'lsa, soqchilar savdo saroylariga kiradi. Soqchi taraf bundoq ko'rsatdi. Biz burungi o'xshash Changshaozu rayoni yo'llarini to'sib olmaymiz. Hem u yerlarda post turishga soqchi o'rinlashtirmaymiz. Soqchi taraf yana bundoq ko'rsatdi. Tinchlik kechishida tuyuqsiz bir ahvol yuz bersa, soqchilar tezlik bilan yo'llarni qamal qiladi va soqchilarni moslashtirdi. Ambiy qatnash her vaqt ahvolga qarab tartibga solinadi. Ko'plagan matbuotlar bunda xabar qildi. Shanghai namoyishchilar to'g'ri betlarda har xil harakatlarga safarbarlikka tashkillandi. Jumladan tinchlik kechasida xotirjamlikdan Hong Kongga qaytib kelishini talab qilib faoliyat uyushtirdi. Rojdestvo bayramining 2. kuniga 18. oyida sen bilan birga tijorat qilaman belgilik faoliyat elib berishni tashabbus qildi. Yana boshqa namoyishchilar Changshaozu kechiringlar rayonida namoyish qilib, balki dengiz sohiliga yaqin bir yerda soatdan 00 kelishiga Rojdestvo bayramini tabriklab namoyish o'tkazdi. Hong Kongda namoyish 7. oyga kirib keldi. Demokratlar Front 2020 yeni yılda zor ko'lamlik namoyish chaqiriq qildi. Bundaq namoyish va qo'lga keltirish namoyishning yeni bir yildami davomlashadiganligidan derak berdi. Nurgulg'an Shanghai Hong Kongliklar Jungoning Angliya Jungo birlashma bayonotiga amal qilmaganligidan
ve Şangay, Hong Kong'un erkinliği arlaşkanlığından gazaplanıdır. Cumhur hükümeti bolsa chet el güçleri Hong Kong halkını kışkırtıp atıdı dep ayıplaydı. Tebrikleyimiz Uygurlar sizden, Şangay, Hong Kong halkı sizden, Rojdestvo bayramınızda Merry Christmas. Tebrikleyimiz Şangay halkı, Hong Kong halkı. Yeni yılda yeni ufuklara, yeni galbelerge erişişimizde yetkiliş aldı turga yeni yılda yeni galbe, yeni ufuklara erişişimizi biz kollayımız. Hong Kong yaşları.